Lekin naborni qitmarasa keldi akalar. Yengillik 2025-yil ishlab chiqarilgan. Umuman ko'pchilikning uyida pashni deyarli umuman ko'rmaysizlar. Hamma uyda hozir bir xil bo'lib ketdi, lekin mana men aynan ajratib turadiganman deb. Besin brendida naborlarimiz sotuvga olib kelib qo'ydi. 3 nabor ko'ryapsizlar. Birinchisi T-образка vichka, lekin vichkasi ham men o'zimga yoqdi. Haqiqatan yaxshi ekan. Motorlarni ham ko'ryapman. Moshina 750 kubali motor, sensor upravleniyaning bafini bemalol yuvsanglar ham bo'ladi. Qaranglar, gazi 8 mm de eng qalin oynadan ishlangan. Azret ishlasanglar bo'ladi. Bemalol, yana zo'r tomoni hech qaysi gazi chiqmaydigan mana shu ruchkasini ko'ryapsizlar. Shundan 4 ta nabor ichida komplekt yana qo'shib berilar ekan. Yana kasso qozonlar uchun alohida o'zi nasatkasi bor. Duxovkasi ham kattagina ekan, 72 litrlik. Pony navorotga men o'zim tekshirdim, haqiqatan vashi navorot. Amlan ko'ryapsizlar ham chiqishini. Chiqadi mana shundan ligirovka qo'rasizlar, duxovkaning tellarini, tepa pastlarini bundan grasdan ligirovkalar soat qo'yasizlar, bo'ldi. Avtomatik o'zi o'chadi. Listlari qalin, Canvexa, Manvexa 3 qavat oyna. Nabori narxi $445. Zakaz qilib, dastavkasi bilan qilib beramiz.